Bismillah, Allohu akbar. O'zimiz boqqan qo'ylarni sizlar uchun mana so'yibamiz. Bozorda qo'ylar narxi shunaqa ko'tarilib ketib qopti. 140 minggacha tushyapti ekan. Lekin biz sizlarni o'ylagan holda o'zimiz boqayotgan qo'ylarni sizlar uchun so'yib, shashlik qilamiz. Sho'rvalarga tashlaydigan joylarimiz bor. Dummasini mol go'sht jazlarga tiqamiz. Sizlar uchun hali hamon narxini ko'tarmadik. O'zi bizga hozir so'ygan qo'yimiz yonga yuradi. Lekin hozir sizlarni o'ylagan holda bir ko'tarilib ketmasin degan holda ushlab turibmiz. Chunki o'zimiz boqamiz, sizlar uchun jigarlar. Hammasi yana ko'pchilik qatdan olasizlar deb ko'rsatadi. Mana men sizlarga ko'rsataman. Bizlar qo'y go'shtini faqatgina o'zimiz uyda so'yib olamiz. Bo'lmasa, agar o'zimiz so'yolmaydigan bo'lsak, Qodir akamni o'sha Fayzabatli Qodir akam o'zlari so'yadilar. Ulardan olamiz. Qodir akam meni tanimaydigan odam o'zimizga kerak. Bu videoga bitta like bosib qo'yinglar. Kafemizda hammanglarni qo'y go'sht shashlikka taklif qilib qolamiz, jigarlar. Kelib mazza qilib yevoradigan joyi. Mana qarang. Pokizagina oppoqqina so'yilgan qo'ylarimiz. Mana pasporti bo'ladi mana. Ketadi-yu, jigar.